Farzandingiz 10 daqiqa ichida 10 ta raqamni eslab qola oladimi? Ko'pchilik ota-onalar bunga ishonmaydi, ammo buni qiziqarli usul orqali o'rganish mumkin. UNESCO va UNICEF hisobotlariga ko'ra, dunyoda har 3 boladan biri maktabga kirishdan oldin raqamlar va asosiy matematik tushunchalarni yetarlicha o'zlashtira olmaydi. Natijada keyinchalik matematika va mantiqiy tafakkurda qiyinchiliklarga duch keladi. 2 bola bor. Birinchi bola raqamlarni o'yin orqali o'rganadi, Lego bloklari bilan sanaydi, oshxonada mevalarni hisoblaydi. Ikkinchi bola esa faqat daftar va qalam bilan mashq qiladi. Birinchi bola bir necha haftadan so'ng bola raqamlarni tezroq eslab qoladi va ularni hayotda qo'llay oladi. Ikkinchisi esa sekinroq o'zlashtiradi. Garvard tadqiqotlariga ko'ra, vizual va interaktiv mashqlar miyaning peshona qismi, fikrlash va qaror qabul qilish markazi hamda tepa qismi, hisoblash va mantiqiy tahlil markazini faollashtiradi. Bu esa bolaning mantiqiy tafakkuri, xotirasi va hisoblash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Finlandiya maktabgacha yoshdagi bolalar uchun interaktiv raqam o'yinlari joriy etilgan. UNESCO kuzatuvlariga ko'ra, bu usul orqali bolalar raqamlarni tezroq, oson va qiziqarli tarzda o'rganadi hamda darslardagi natijalar yaxshilanadi. Shunday savol tug'iladi: qanday qilib siz bolangizga raqamlarni qiziqarli va samarali usulda o'rgata olasiz? Bu savolimizga mutaxassisimizning javobini eshitamiz. Maktabgacha yoshdagi davrda bolajonlarimiz 1 dan 20 gacha bo'lgan jarayonda sanash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Biz son sanoqni o'rgatayotganimizda bolajonlarimizga qanday metodlarni foydalansak samarali bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, bunda biz e'tiborni qaratamiz ushbu o'yinga. Ushbu o'yin ham oddiy oilaviy sharoitda ham buni o'zimiz tayyorlashimiz mumkin bo'ladi va ushbu jarayonda biz farzandlarimizga sanashni qanday yo'llar bilan o'rgatamiz. Birinchi navbatda ushbu qo'llarga e'tibor qaratishingizni xohlayman. Demak, bu yerda 5 barmoq. Biz bolajonlarimizga sanashni o'rgatayotganimizda ushbu barmoqchalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, biz barmoqchamizni ko'rsatgan holatda ham farzandimizga o'rgatishimiz mumkin. Bu yerda nechta barmoqcha bor? Farzandlarimiz sanash orqali ham ushbu ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa son sanoqni o'rgatayotganimizda mana ushbu holatda ham barmoqchalar ko'rsatilgan, qo'shish ayirish belgilaridan foydalangan holatda o'rgatishimiz mumkin bo'ladi. Yana shu bilan birga sonlarni biz ularga ko'rsatgan holatda, chunki farzandlarimiz ko'rib o'rganadigan bo'lsa, ularda eslab qolish qobiliyati kuchliroq bo'ladi va ko'rib o'rganganda ularga murakkablik tug'dirmaydi. Va shu bilan birga yana biz figuralar orqali ham o'rgatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu jadvalda nechta to'rtburchak bor yoki bo'lmasa ushbu jadvalda nechta uchburchak bor. Bu yerda nafaqat bolajonlarimizning son sanoq ko'nikmalari shakllanadi, balki ularda geometrik figuralarni ajratib olish ko'nikmalari ham shakllanadi va ta'limiy jarayonlar bir-biriga integratsiya qilingan holatda olib borish imkoniyati paydo bo'ladi. U sharoitida farzandlarimizga son sanoq ko'nikmalarini o'rgatayotganimizda biz shunday didaktik materiallardan, o'yinlardan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi va farzandimizga savol berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nechta doira bor? 1, 2 deb farzandlarimiz sanaganda ularda nafaqat geometrik figuralar, son sanoq haqida ham fikrlari, tasavvurlari hosil bo'ladi. Shu bilan birga ular ushbu jarayonda ushbu figuralarning ranglarini ham anglab olish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Biz ota-onalar tomonidan qiziqarli mantiqiy savollar berilsa, farzandlarimiz unga javob bergan holatda ham son sanoqni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Biz son sanoqni o'rgatayotganimizda farzandlarimizga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladiki, son sanoq bu farzandlarimizni nafaqat kundalik hayotda bilish kerak bo'lgan, balki hisob-kitob, moliyaviy savodxonligi va ularni hattoki pullarni hisob-kitob qilishdagi jarayonlarida ham son sanoq muhimligini ushbu jarayonda o'rgatib ketsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.